Hammaga salom. Video nomidan ko'rganingizdek, bugungi video orqali Telegram Premiumni arzonroqqa olishni o'rganamiz. 269.990 so'mga 1 yillik yoki 1 oylik 35.990 so'm. Xo'p, men YouTube'da qidirmagan joyim qolmadi. Oxirgi yangilanishlardan so'ng Premiumni olib bo'lmay qoldi. Xo'p, o'sha uchun men отдельно bitta video qilishga qaror qildim. Xo'p, buni olish uchun bizga albatta Plus dasturi kerak bo'ladi. iPhone'da bormi yo'qmi unisini qarab ko'rmadim. Plusga kirasizlar, mana shu Premium botga start bosasizlar mana. 7.371 mingtalik foydalanuvchisi bor botga start bosasizlar. Start bosganingizdan so'ng sizlarda ham xuddi mana shunaqa menyular chiqadi. Yillik obuna almashtirish 269.990 so'm. Xo'p, bu yerda karta raqam, Zaybal bo'ldim, karta raqam topolmay. Bir 3-4 ta viza kartam bor, hammasini qilib ko'rdim, umuman bo'lmadi. 2 soatdan beri urinayotgandim. Hozir aniqoyat ilojini topdim. Xo'p, videoni pauza qilaman. Endi telefon ekrani orqali videoni davom ettiraman. Xo'p, bizga qanaqa viza karta kerak bo'ladi? Ipak yo'li Mobile degan viza karta kerak bo'ladi. Kirib olasizlar. Xo'p, bu yerda kirganingizdan so'ng avtomatik karta zakaz qilasanmi deydi. Siz karta ham zakaz qiling. Bundan buyog'iga ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Karta zakaz qilish adashmasam bepul ekan. E'tibor bermadim. Xo'p, undan keyin viza virtual karta o'tsanglar bo'ladi. Mana karta hamyon mana pastda turibdi. 38190531 viza virtual. Xuddi shu viza virtual kartani ochsanglar, o'zingizlarning boshqa kartalarni ulaysizlar. Mana men tepada Agrobankda o'zimning oddiy viza kartamni ulab qo'yganman. Xo'p, o'sha Agrobankdagi 305 ming pulim bor, ko'rishinglar mumkin. O'sha pulni endi men bunga konversiya qilaman, ya'ni dollariy anaqaga o'tkazaman. Dollariy shotga o'tkazmasak bo'lmaydi. Xo'p, hozir 1 soat vaqt kutib turing dedi. Yaqinda uladim kartani. Yaqinda ulaganim uchun 1 soat kutib turing dedi. Tekshiramiz dedi. Xo'p, 1 soatdan keyin ham men bu kartani depozit qilib olasizlar. 22-23 dollarlar depozit qilasizlar. Depozit qilganingizdan so'ng shu karta ma'lumotlarini boyagi videoga aniq qilasizlar. Boyagi videodagi joyga kiritasizlar. Karta raqami, amal qilish muddati, xavfsizlik kodi, CVV ya'ni. Xo'p, bu video shu yerda pauza bo'ladi. Videoni davomini olyapman deganlar. Mana karta ma'lumotlarini kirgizib bo'lganingizdan so'ng tepada mana galchka turibdi. Shu galchkani bitta bosasizlar. Hozir mana galchkani bitta bossam, mana bizda xuddi shunaqa menyu chiqadi. 269.990 so'mga davom etish. Xo'p, ozgina kutasizlar va sizlarda ham xuddi shunaqa menyu paydo bo'ladi. Depozit bo'lganidan so'ng depozit qilib olasizlar avval. Keyin bu yerga o'sha ulangan karta raqam, ulangan nomerga SMS keladi. O'sha SMS mana o'zimning qo'limdagi telefonga kelyapti. SMS kirgizganingizdan so'ng tekshirish knopkasini bitta bosasizlar, avtomatik olinadi. Premium olinadi. Hozir menda 1 soat vaqt bo'lgani yo'q, o'sha uchun oldindan olib video qilib qo'yyapman jigarlar. Rahmat hammaga. Agar ololgan bo'lsangiz, tabriklaymiz. Agar ololmagan bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tamiz. Telegram kanali admin yozsanglar, shu admin yozsanglar olib beradi. Hozir Telegram kanalimni ham qo'yib qo'yaman. Mana bizning Telegram kanalimiz jigarlar. YTMR Suhrob. Mana kirsanglar, mana tepada qadalgan xabar turibdi. 290 ming so'm evaziga hech qanaqa ish qilmaysizlar. Admin akkauntingizga kiradi, ya'ni men akkauntingizga kiraman, olib beraman. Uzoqi 2-3 daqiqada olib beraman. Xo'p, mana bizning admin lichkasi. Rahmat hammaga. YouTube kanalimizga ham podpiska bosib, like bosib, chiroyli kommentariy yozib o'rsanglar yaxshi bo'lardi.